Biz Surxondaryo viloyati Denov tumanida turamiz. Issiqxonamizda hech qanday отопление sistemasi yo'q va bizda tongi 7:18, haroratimiz 19, namligimiz 73%. 26 noyabr tongi 7:18. Bizda Kinisberi navimiz ham juda bu yil birinchi marta ekilyapti. Juda yirik bo'lar ekan. Kinisberi navimiz mana shuna juda yirik hosildorligi. Issiqxonamiz isitilmaydi, lekin isitish niyatim bor. Shu maqsadda hozirda kotel yasamoqdaman. Xudo xolasa 10-15 kunda o'rnatib, isitish tizimini o'rnatib, yana dalshi syomka qilib boraman. Video obzor qilib, qulupnaylarimiz mana shunday. Bu issiqxonamizda, narigi issiqxonamizda 2400 ta ko'chat ekilgan. Narigi issiqxonamizda 2000 ta ko'chat ekilgan. Общий issiqxonalarimizning объеми 3,5 ga 2,5, 6 sotik issiqxonamiz bor.